Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, onlayn biznes haqida yana qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Xullas, Xudo xolasa, hurmatli vatandoshlar, siz qaysi davlatda yashashingizdan qat'iy nazar qo'shilish huquqiga egasiz. Yo rus tilini, yo o'zbek tilini bilsangiz bas. Batafsil ma'lumotlarda sizda sensor telefon, internet bo'lsa bas. Hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasangiz ham biz to'liq ma'lumotlarni berib, ish haqida tushunchalarni berib boramiz. Masofadan turib qo'shilsangiz ham bo'ladi. Erta pul tushib boshlaganda ham musofirda ishlab yurasizmi, qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar xohlagan plastingizga pulingizni o'tkazib olish huquqiga egasiz. Karta saylamaydi. Mana shunday kimga mana shunday yaxshi daromad, mana shunday dollarchalarda ishlash ma'qul bo'lsa, Akmal Jumayevga tezda aloqaga chiqing, mana ko'rishingiz mumkin. Qanchaligini ham xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiring. Ism familiyamni aytib o'taman. Jumayev Akmal. Telegramda mana shunday ruscha harfda yozasiz. Telefon raqamini ham aytib o'taman. +99 8 99 775 11 81 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana shu 2-3 yil oralig'ida $8,100, $30,000 stolga yetib borasiz. Hozir ko'ryapsiz, musofir yurtlarda ham ishlash qiyin, chunki dunyo notinch bo'lib turibdi. Mana shunday yana ko'rsataman, mana shunday yaxshi daromad topish kimga qiziq bo'lsa, Telegramda ruscha harfda Akmal Jumayev deb yozasiz, Telegram kanalim chiqadi. Telefon raqamimni ham aytib o'tdim. Qo'shni davlatda yashayotgan Kanada, Amerika, Arab davlatlari, Yevropa, Rossiya, xullas qaysi davlatda yashashingizdan qat'iy nazar bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'linglar. Xohlovchilar bo'lsa marhamat.